Qachonga tushunib yurmoqsan endi? Puling ketyapti. Vaqting ketyapti. Qachon edi boshlayman deganing? Menga ham havas deysanmi shunaqa yurish? Pulim ketyapti aytganingdek, vaqtim ketyapti. Eng yomoni asab tugadi. Shu ish boshiga tushgan hamma tanishlarimdan so'radim. Telegram gruppa kanallar qolmadi. Menda tarixi toza, o'zini ishiga javob beradigan bitta usta topolmayapman. Bitta shunga qarab qolganman. O'tgan safar keldi-yu ustalaring. Biri yaxshi ishlab turadi. Nima bo'ldi ular? Voy, yaram yangilamagan. Ha, topgandim. Bitta tanishim berishgandi nomerni. Ular bilan gaplashdik, kelishdik, dogovor qildik, ishni boshlashdi. Hech qancha o'tmasdan oldindan pul berib turing deb san'atiga o'qib qolishdi. Mana endi shu holatda qolib ketdim. Soddasan-da do'stim. Hozir 21-asr. Ko'chada ustoqlar yuradigan vaqt emas. Voy, nimaga menga shuni vaqtliroq aytmading? O'zbekistonda yagona bo'lgan ushbu platformada ustalar va prorablarning juda katta ro'yxati shakllantirilgan. Platformaning afzal taraflaridan biri shundaki, bu yerdagi ustalarning ishlari shaffof bo'ladi. Ya'ni barcha turdagi ustalar ball yig'ish asosida reytinglab boriladi. Ishlagan joylarida xo'jalik egasi tomonidan xulosa va baho beriladi. Tanlov, qurilishdagi barcha muammolar biz bilan yechiladi.